Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz, ya'ni o'sha kiber xavfsizlik asoslari fanidan bugungi mavzumiz axborot xavfsizligining asosiy tushunchalari. Demak, reja asosida axborot xavfsizligi tushunchasiga kirish, axborot xavfsizligi ta'minlashning asosiy vazifalari va darajalari haqida. Demak, kompyuter texnikasining qo'llanishi evaziga erishiluvchi samara axborot ishlanishi ko'lamining oshishi bilan ortib boradi. Ushbu texnikaning qo'llanish sohalari va ko'lami uning ishlashining ishonchliligi va barqarorligi muammolari bir qatorda unda aylanuvchi axborot xavfsizligini ta'minlash muammosini tug'diradi. Axborot xavfsizligi inglizcha information security, shuningdek inglizcha infosec, axborotni ruxsatsiz kirish, foydalanish, oshkor qilish, buzish, o'zgartirish, tadqiq qilish, yozib olish yoki yo'q qilishning oldini olish amaliyotidir. Axborot xavfsizligini ta'minlashning asosiy maqsadi ma'lumotlarning konfidensialligi, yaxlitligi va mavjudligini muvozanatli qo'llashning maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda tashkilot faoliyatiga hech qanday zarar yetkazmasdan himoya qilishdir. Axborot xavfsizligi axborotning nomaqbul axborot munosabatlarining tegishli subyektlar uchun oshkor qilinishidan, konfidensiallikning buzilishidan, yaxlitlikning buzilishidan, sirqib chiqishdan, yo'qotilishidan, foydalanuvchilik darajasining pasayishidan hamda noqonuniy tirajlanishidan himoyalanganligi. Ushbu hodisalarning sababchisi tasodifiy ta'sirlar yoki buzg'unchining niyati buzuqning atayin ruxsatsiz foydalanish natijasidagi ta'sirlar bo'lishi mumkin. Kodlashtirish deb axborotni bir tizimdan boshqa tizimga ma'lum bir belgilar yordamida belgilangan tartib bo'yicha o'tkazish jarayoniga aytiladi. Shifrlash, ochiq matn deb ataluvchi dastlabki ma'lumotni shifrlangan ma'lumot kriptogramma holatga o'tkazish jarayoni. Deshifrlash, shifrlashga teskari bo'lgan jarayon, ya'ni kalit yordamida shifrlangan ma'lumotni dastlabki holatga o'tkazish. Endi bu jarayon bo'yicha o'sha slaydimizning keyingi sahifalarida o'sha shifrlash usullari ko'rsatiladi. Demak, kalit tushunchasi dastlabki ma'lumotni bevosita shifrlash va deshifrlash jarayonini tashkil etuvchi amallar majmui bo'lib, alfabet belgilarini almashtirish ketma-ketligidan iborat. Matn alifboning elementlaridan tashkil topgan tartiblangan tuzilma. Stenografiya bu uzatish faktini sir tutgan holda ma'lumotlarni yashirin uzatish haqidagi fan. Masalan, bunga Silent dasturini ko'rsatishimiz mumkin. Kriptologiya maxfiy kodlarni yaratish va buzish fani va san'ati. Kriptografiya maxfiy kodlarni yaratish bilan shug'ullanadi. Kripto analiz kalitni bilmasdan shifrlangan matnni ochish imkoniyatini o'rganadi. Va biz endi o'sha ya'ni ma'lum bir shifrlash usullari bilan bog'liq holda amaliy ko'nikmaga o'tamiz. Ya'ni Hamilton marshrutlarga asoslangan usulda ham o'rin almashtirishlardan foydalanadi. Ushbu usul quyidagi qadamlardan iborat bo'ladi. Birinchi qadam, demak, dastlabki axborot bloklarga ajratiladi. Agar shifrlanuvchi axborot uzunligini blok oxirgi blokdan bo'sh o'rinlarga maxsus xizmat simvollar to'ldiruvchilar joylashtiriladi. Masalan, o'sha so'roq belgisi, virgul, tire, yulduzcha va hokazo. Va keyingi qadamga o'tamiz. Demak, keyingi qadamda, ya'ni ikkinchi qadamimizda blok simvollari yordamida jadval to'ldiriladi va bu jadvalda simvolning tartib raqami uchun ma'lum joy ajratiladi. Jadvaldagi simvollarni o'qish marshrutlarning biri bo'yicha amalga oshiriladi. Marshrutlar sonining oshishi shifr kripto turg'unligini oshiradi. Demak, marshrutlar ketma-ketligi tanlanadi yoki ularning navbatlanishi kalit yordamida beriladi. Demak, blok haqida quyidagi ko'rinishga ega 3 ta blokdan iborat bo'ladi. 8 tadan o'sha katakchalarda raqamlar keltirilgan bo'ladi. Demak, Hamilton marshrutlar usulini, demak, jadvallar va raqamlardan iboratligi. Keyingisi, demak, o'sha misol sifatida dastlabki matn, masalan, attestatsiya komissiyasi shifrlash talab etilsa, kalit va shifrlangan bloklar uzunligi mos holda quyidagilarga teng bo'ladi. Demak, quyidagicha, demak, mana attestatsiya komissiyasi degan mazmunda jadval demak kiritilgan. Undan keyin dastlabki matn 3 ta blokka ajratiladi. Haqiqat ajratildi. Ko'rinishi mana attestatsiya, B1da, B2da komissiya, B3da demak o'sha davomi sifatida ko'rsatadi. Keyingi qadam marshrutlarga binoan simvollarni joy-joyiga qo'yish orqali shifr matnni hosil qildi. Demak, quyidagicha ko'rinishda bo'ldi. Demak, topshiriq beriladi. Demak, ushbu usulda talaba o'z ism familiyasini yozsin va shu tariqa davom ettiradi.
Keyingi demak shifrlash usuli Charles Whitney'ning demak ikkilik kvadrat shifri. Demak bu 1854-yilda Charles Whitney tomonidan yaratiladi. Kriptografiya rivojiga ancha hissa qo'shilgan. Bu usul juda ishonchli va qulay bo'lib, unda Germaniyada hattoki 2-jahon urushidan ham foydalangan. Demak, bajarilish tartibi bo'yicha axborotni shifrlash uchun ixtiyoriy ikkita kiril alfabetidan tuzilgan jadval olingan. Shifrlash uchun matn harflarini juft-juft qilib bo'laklarga bo'lingan. Va har bir juft bo'lakning birinchi harfi uchun o'ng tomondagi jadvaldan, ikkinchi harfi uchun chap tomondagi jadvaldan foydalangan holda demak bajariladi. Quyidagi ko'rinishga ega. Masalan, bu yerda birinchi qatorda J dan boshlanadigan aniq ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'ng tomondagi jadval J ni demak to'g'risidagi uni o'rnida I harfi olinadi yoki o'sha o'ng tomondan olinsa, chap tomonda shifrlangan holat bo'ladi. Masalan, Dilmurodov Shohjahon demak ko'rinishini mana shu tarixiy demak jadvalda mana ko'rsatib o'tilgan olinishi va natija mana shu tarzda, ya'ni Dilmurodov Shohjahon demak A J I S N E nuqta sh dan iborat bo'lgan holda bo'ladi. Yoki mana bu so'zlar bu so'zdan iborat bo'ladi. Demak, yozuv qatori 30 tadan kam bo'lmasligi kerak. Shart shunda demak uni oshkor qilish katta qiyinchiliklar olib keladi degan mazmunda aytib o'tilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Xo'p, mana shu bilan